Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun kuzatuvda sizlar bilan biz Huygung brendi ostidagi Extreme 180 payvandlash apparatini kuzatib chiqamiz. Apparatchamiz o'zi juda kichkina ko'rinishga ega bo'lgani bilan 1.6 dan 4 elektrotgacha yoqib beradi. 180 voltda ishlab beradi. Ixchamgina ko'rinishga ega. Xo'p. Yon tomondan sovutish, havo olish xususiyatiga ega. Albatta orqasida temir panjaralar bilan qoplangan sovutish tizimiga ega. O'chirib yoqish tugmasi, tokda quvvatlanish uchun kabellar. O'zini komplektida maxsus himoya vositasi chiqadi. Kitobchasi, tasma, remek, ya'ni shlaklarni tozalash uchun shotkasi, berjak bilan massa uchun kabellar chiqadi. Kimga agar mana shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, quyida ko'rsatilgan nomerlarga aloqa chiqishlaringiz mumkin.